Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Ruslanbek o'quv markazi tomonidan tuzilgan A+100 kitobini sizga yechimini qilishni boshlaymiz. Demak, birinchi savol turlaridan 100 ta misol ekan, o'shandan imkon qadar ishtirok qilamiz. Demak, boshlaymiz. Birinchi misoldan. Quyidagi ko'rinishdagi 5 xonali son 72 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. 72 ga bo'linish bilasizmi? 8 va 9 ga. Xo'p. 8 ga bo'linish belgisi bo'yicha y topib olaman. 700 oxirgi 3 ta raqamida 780 y. Nechaga bo'linish kerak ekan? 8 ga. Nechtadan beramiz? 9 tadanmi? 72 6. 60 necha 8 ga bo'linadi? Y teng 4. Xo'p, o'rniga qo'yamiz demak. 2x 78 4. Demak, mana shu son 9 ga bo'linish belgisi. 9 ga bo'linish belgisi nima edi? Qo'shishsa necha bo'ladi? 21 qo'shilgan x teng. Hop, demak x teng 6. Bizdan nima so'ralgan? X y ko'paytmasi, ya'ni 24 ayrilgan 3 ko'paytirilgan 4 teng 12. Hop, keyingi misolimiz n ning kubi teng 48 ko'paytirilgan n ning eng kichik qiymati deyapti. Demak, mana buni kanalga keltirsak necha bo'ladi? Buni nechining kubi desak bo'ladi? 8 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan n desak bo'ladimi? Demak, mana bu 2 ning kubinchisi ko'paytirilgan 6m. Shundaymi? Ikkalasi ham natural bo'lishi kerak. Endi bundan kelib chiqamizki, mana bu ham ko'paytma natural bo'lish uchun, ya'ni kubinchilizdan chiqish uchun m teng 6 ning kvadrati bo'lishi kerakmi? 36 bo'ladi, shundaymi? Demak, n topib olaylik. N ning kubi teng 2 ning kubi ko'paytirilgan 6 ning kubi. Ya'ni bu yerdan n teng 12. Nimani topdik ekan? Yig'indisi nima? 36 qo'shilgan 12 teng 48 ga teng ekan. Keyingi misolga to'xtalamiz. Xo'p, kasr ko'rinishidagi misol ekan. A ayrilgan 1 ning qiymati 1 minusdan 1 taqsim 4a. Shundaymi? Xo'p. Ayirib olsak nima bo'ladi? Bundan buni ayirsak 3 taqsim 4a ayrilgan 1 bo'lib qoladimi? 3 taqsim 4 deganimiz nechaga teng edi? A ning o'zi mana bunga tengmi? Ko'paytirib olib chiqsak 3 taqsim 4 plyusdan ko'paytirib yozaylik. 1 plyusdan 1 taqsim 4 plyusdan 1 taqsim 16 plyusdan 1 taqsim 64 ayrilgan 1 teng. Hop, ko'paytirib chiqsak 3 taqsim 4 qo'shilgan 3 taqsim 16 qo'shilgan 3 taqsim 64 qo'shilgan 3 taqsim necha? Ayrilgan 1. Hop, uning mahraji necha bo'ladi? Ichkani qo'shib olsak-chi, yaxshisi. Ichkani qo'shib olaylik shu joyga. Hech ko'paytirmagan. 3 taqsim 4 ko'paytirilgan uning mahraji 64 qo'shilgan 16 qo'shilgan 4 qo'shilgan 1 taqsim 64 ayrilgan 1. Xo'p, tepani hisoblasak necha bo'ladi? 85. 85 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Necha? 255 taqsim 256 ayrilgan 1 teng minusdan 1 taqsim 256. Ham chiqdi. Xo'p, 4-chi misolga qaraymiz endi. Agar n natural son 48 plyusdan n biror sonning kvadrati bo'lsa, xo'p, eng kichik qiymatini toping. 48 plyusdan n qanaqadir sonning kvadrati ekan. Bu ham n ham bu ham natural son ekan, natural songa tegishli ekan. Xo'p, biz esa
Xo'p, 48 dan katta bo'lgan eng kichik son kerak. Biror sonning kvadrati bo'lgan necha bo'lishi mumkin? 49. Demak, n teng necha bo'ladi shunda? N teng 1 bo'lsa, bizga 1 qo'shilgan 13 teng 14. Ha? 4-misolda bu. Bu tomon ko'ryaptimi o'zingizga? Bo'lmasa pauza qil. Xo'p, 5-misolda ketma-ket kelgan A, B, C tupsonlar ekan. Bular yig'indisi quyidagi variantlarning qaysi biri bo'la olmaydi deyapti. Xo'p, tupsonlar 3 ta tupson bu natural sonmi avvalo? 3 ta natural sonning yig'indisi 15, 20, 31, 21. Eng kattasi 31, to'g'rimi? Demak, ketma-ket kelgan tupsonlarni ajratib yozib olaylik, ketma-ket tupsonlar. 3 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 yetadi. Bu ikkalasi yig'ilsa nechaga teng? Uchalasiniki 10. 10 degan variantimiz yo'q. Bu uchalasiniki 15. Avvaldan chiqib ketdi. Bu uchalasiniki 23 ham chiqib ketdi. Bu uchalasiniki 31. Bu variantdan chiqib ketdi. Shu orada 21 chiqmadimi? Yo'q. Xo'p. Keyingisi 6-misol. Dastlabki 10 ta toq natural sonlar yig'indisini hisoblang. Dastlabki 10 ta toq. Xo'p, nechilar? 1, 3, 5, hokazo. Oxirgisi necha bo'ladi? 19 bo'ladimi? 19. 10 ta toq son. Xo'p, nechta son bor ekan bu yerda? Armitfera desam beryaptimi? Xo'p, 1 qo'shilgan 19 taqsim 2 ko'paytirilgan 10. 100 bo'ladimi? Xo'p, keyingisi 7-misol. 3 xonali AB5 va B5BA soni orasidagi farq 198 bo'lsa, A plus Bning eng kichik qiymatini toping. Eng kichik deyapti. Xo'p. Farqi necha ekan? 198 mi? Endi qaranglar, u farqi bo'lsa, yuzliklari, mana yuzliklari 2 ga farq qilish kerak, kamida 200 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Endi qaranglar, 2 ga farq qilish uchun mana 7 olsak bo'ladi, 2 ga farq qiladi, lekin bizda eng kichik deyilgan. Shuning uchun bunisini kichik desak bo'ladimi bundan? A ni 3 desak bo'ladimi? Bari bdan bni ayirmasi yo'q ketadi. A teng 3. B ga xohlagan son beraveringlar. Nima bo'lib qoladi? Nima bo'ladi keyin? B ga necha bersak bo'ladi eng kichik degani uchun? 0 bersak bo'ladimi? Xo'p, A plus B ning eng kichik qiymati 3. Endi yozib olsak mana. 305, bu esa 503. Lekin mana bunda yozsak ham bo'lardi. 705 bilan 507. Bularning ham razitsasi 198, lekin eng kichik degani uchun 300 birinchiga yozib oldim. Mana bundan kichikroq yasashimiz mumkin-ku. Xo'p. Bu ham ishlandi. Keyin 8-misol. A va B natural sonlar uchun 96 ko'paytirilgan A kvadrat teng B ning kubi. A bilan B tegishli natural ekan. Xo'p, tenglik o'rinli bo'lsa, A plus B ning yig'indining eng kichik qiymatini toping. Eng kichik. Demak, mana bu nechining kubi keltira olamiz? Bu 2 ning 5-chisi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan A kvadrat teng
b kub. Xo'p, bu nechining kubi qilib olsak, 2 ning kubi qilib olsak bo'ladimi? 2 ning kubinchisi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan necha? 4a kvadrat teng b kub. Xo'p, 2 ning kubi ko'paytirilgan 12 ko'paytirilgan a kvadrat teng b kub. Nima qila olamiz? Aniqmi? Agar mana bu yerga 3 ning kvadrati, 2 ning kvadrati bor, bu yerga bitta 2 olsak bo'lmaydimi? Bu keyin a kvadrat nima bo'lib qoladi? A kvadrat teng 9 ko'paytirilgan 2 bo'lib qoladi. Keyin a nima bo'lib qoladi? 3/2 bo'lib qoladi. Lekin bizga natural degan. Bu kichikroq chiqadi, lekin natural degan. Shuning uchun bu ham mana bu buning kvadrati bo'lishi kerak. A teng 12 ni olamiz. B nechiga teng bo'lib qoladi shunda? 24 mi? Xo'p, nimasini top degan? Yig'indisi. Xo'p, 9-misol. Kvadratning yig'indisi, kvadratlarning yig'indisi 25 ga teng bo'lgan ikkita butun sonning yig'indisi eng kamida qanday bo'ladi? Demak, butun deyapti. Hop, birdaniga Pifagor sonlar miyamizga keladi. Mana buni. Xo'p, a teng 3, b teng 4. Xo'p, a bilan b tegishli nima? Z mida? Demak, a teng -3, b teng -3 desak ham bo'ladi, -4. Eng kichik deyapti. Butun deyapti. Bittasiga 0, bittasiga -5 tanlasak ham bo'ladi. Eng kichik degani uchun mana shular olyapmiz. Xo'p, a plyusdan buning eng kichik qiymati -7. Javob D ekan. Xo'p, bu yo'q ko'rinmaydi bosgan. Mana bu yerlar ko'rinadimi? Sig'dirib olamiz misol. 10-misol. A, B va C natural sonlar uchun qiymatini toping debdi. 29 A plyusdan hop 30 B plyusdan 31 C teng 366. Hop, bizdan so'ralayotgan 3A plyusdan 2B plyusdan C teng so'roq. Eng qiymatini toping debdi. Natural sonlar uchun debdi. Xo'p. Natural sonlar bo'lsa, mana bunga qaraymiz. Bu ham 30 atrofidagi sonlar. To'g'rimi? Buni 30A plyusdan 30B plyusdan 30C ayrilgan A qo'shilgan C teng 366 desam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p. Mana bundan 30 chiqarib olaman. A plus B plyusdan C minusdan A qo'shilgan C teng 366. Endi mana buning 30 ga karali qismini ajratib olsam nima bo'ladi? Xo'p. 30 ko'paytirilgan 12 qo'shilgan 6 bo'lib qoladimi? Endi qaranglar. Mana bu A bilan C 3 xonali son bo'lishi mumkinmi? Mana bu yer ko'rinyaptimi? Mana bu joy. Ko'rinyaptimi? Mana 6 ham ko'rinyaptimi oxiri ham? Qayergacha ko'rinyapti? 360 da 366 ni yozamiz. 30 ko'paytirilgan 12 qo'shilgan 6. Bo'ldi. Yaxshi bitta. Xo'p. Buni 30 bilan 30, mana bu bilan 12 ni, bu bilan esa
mana buni tenglaymiz. A plus B plusdan C teng 12. Minus A qo'shilgan C teng 6. Bizdan nima so'ralgan edi? Xo'p. Qo'shib yuborsak nima bo'ladi? Ayirib yuboraylik bo'lmasa. 2A plus B teng nima bo'lib qoladi? 6. Endi mana buning qiymatini yana bir marta qo'shaylik. A plus B plusdan C ni yana bir marta qo'shsak 3A qo'shilgan 2B qo'shilgan C 8 bo'ldi. Tozan bo'lsa bo'ladi. Demak, 11-misolda MNT musbat butun sonlar deyilibdi. 40 faktorial teng 6 ning MNTsi. Endi musbat butun sonlar deyapti. Men tepaga natural deb qo'ydim. Balans beradimi yo'qmi? Musbat butun sonlar o'zi natural sonlarmi? Xo'p. Endi buni keltiraylik. 40 faktorial teng bu 2 ning MNTsi 3 ning MNTsi ko'paytirilgan 5 ning NNTsi ko'paytirilgan 2 ning NNTsi ko'paytirilgan T. Xo'p, yana ham 40 faktorial teng 2 ning M plusdan NNTsi ko'paytirilgan 3 ning MNTsi ko'paytirilgan 5 ning NNTsi ko'paytirilgan T. Xo'p, bu yerda nechta 2 bor? Qanday topardik? 40 taqsim 2 edi. Aha, o'sha aytdim-ku 20 qo'shilgan 10 qo'shilgan 5 qo'shilgan 2 qo'shilgan 1 teng. Necha beradi? 8 38 ta. Ya'ni 2 ning 38-si bor ekan bu yerda. Endi mana eng katta qiymat 38 bo'ladimi? Yo'q. Hozir 5 ni topishimiz kerak. 5 ta, 3 ta. Shunga qarab topamiz. Eng kichigini olamiz. Xo'p, 40 taqsim 5 degani nechaga teng? 8 qo'shilgan 40 taqsim 25 deganimiz. 1. Bo'ldimi? 9 ta 5 bor ekan. Ya'ni 5 ning 9-si. Keyingisi 3 darajasini topsak, 40 taqsim 3 deganimiz. 3lar. 13. 40 taqsim 9 bo'lsa 4. Xo'p, mana buni 3 ga bo'lib ketaversangiz bo'ladi. Necha beradi bu? 18 mi? Xo'p. Endi 2 ning M plusdan NNTsi ko'paytirilgan 3 ning MNTsi ko'paytirilgan 5 ning NNTsi ko'paytirilgan T. Xo'p. Eng ko'p bilan necha bo'la oladi deyapti. M plusdan N teng bo'lishi mumkin 38. M teng bo'lishi mumkin. Eng ko'pi bilan necha bo'lishi mumkin? 18 mi? N teng bo'lishi uchun eng ko'pi bilan ikkalasi yig'insi 38 bo'la oladimi? Demak, bunisi eng ko'pi bilan mana bular yig'indisi bo'lishi mumkin. Necha bo'ladi javob? 27 bo'lar ekan. Javobda. Xo'p, 12-misol. Dastlabki 20 ta toq natural sonlarni yozib chiqqanda ikki raqam necha marta takrorlanadi? Dastlabki 20 ta toq deyapti. Toq natural sonlar. Toq natural sonlar 2 bo'lishi mumkinmi? Toq natural sonlar nechagacha boradi? 20 tasi. 40 gachami? 40 gacha. 40 gacha oxir 2 bilan, ya'ni birlaqonasi 2 bo'lishi mumkin emas. Lekin 21 da 2 bor, a? 23 da 2 bor. Nechta shundaysiga? 21, 23, 25, 27, 29. 5 ta. 12 ga javob. 13-misolda. Xo'p. Natural x, y sonlarining uchun ko'paytmasi 36 tenglik o'rinli bajarilsa, eng katta qiymatni toping debdi. X ko'paytirilgan y teng 36 natural sonlar ekan bular. X plusdan
3y minusdan 2. Ko'paytirilayotgan son eng katta deylik. Y necha bo'lishi mumkin? 36. X-chi 1 qo'shilgan 108 ayrilgan 2. 107. Xo'p, yaxshi. Keyin 14-misol. Turli raqamlar bo'lsa, ning eng katta qiymatini toping. 5x minusdan 2y plusdan z. Turli raqamlar deyapti. X teng 9 desam bo'ladimi eng katta? Y teng 0 desam bo'ladimi? Eng kichik, ayriluvchi eng kichik bo'lishi kerak-da. Z teng 8. 45 qo'shilgan 8. 53. Keyingisi 15. Agar x, y'lar raqamlar bo'lsa, tenglik bajarilsa, ning qiymatini toping. Xo'p, 4x plusdan 3 taqsim 8 y teng 36. Tenglik bajariladi deyapti. Xo'p, 4x plusdan y teng so'roq. Endi x ni y raqam ekan. Buni nechiga ko'paytirsam, eng katta degan nimasini top degan? Ning qiymatini toping deb, tenglik bajarilsa. Y 0 bo'lishi mumkinmi? Keyin y 8 bo'lishi mumkinmi? Короче, mana bu narsa butun son chiqishi kerak-da. Butun son chiqqanda butunga butunni qo'shganmi, butunni beradi. Endi ikkalasi ham raqamligidan inobatga olsak-da, y teng 8 desak misol uchun. Mana bu butun son aylanib ketadigan. Necha bo'lib qolar ekan? 4x plusdan 3 36. Endi 4x teng 33 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Demak, y nima ekan? Y 0 ekan, x teng 9 ekan. Buning qiymat nechini beradi? 36. Xo'p. O'n beshinchi ishladikmi? 16-misol. A, B, S musbat butun sonlar bo'lib, ko'paytmasi 24, buni ko'paytmasi 84 tenglik o'rinli bo'lsa, eng katta qiymatini toping. A ko'paytirilgan B teng 24. A ko'paytirilgan S teng 84. A plus B plusdan S ning eng katta qiymati. Xo'p, sonlar bir-biridan eng uzoq bo'lganda yig'indisi eng katta bo'ladi. Ya'ni A teng 1, B teng 24, A teng 1, S teng 84. Ko'paytmasi eng katta bo'lishi uchun ular bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. Yig'indisi eng katta bo'lishi uchun ular bir-biridan uzoq bo'lishi kerak. Xo'p. Necha ekan shunday qilib? 1 qo'shilgan 24 qo'shilgan 84 teng 109. Sizlarga ishonib hisoblanadi. 109 to'g'ri ajoyib ekan. 17-misol. A, B, S va Mn raqamlar bo'lib, A, B, S 3 xonali son teng ekan 1352 ayrilgan S, B, A bo'lsa, yana S, B, A teng A, B, S ayrilgan Mn 6 tenglik o'rinli bo'lsa, A ko'paytirilgan B plusdan S ko'paytirilgan M plusdan N teng so'roq. Eng katta shuni qiymatini toping debdi. Bu nima qilsak bo'ladi? Bu tomonga qo'shib o'tadimi bu?
Nima bo'ladi keyin? Nechta A bor? 101 tami? 101 A qo'shilgan nechta S bor? 101 S qo'shilgan 21 teng 1352. Xo'p, mana bu 2 ga daxl qiladimi? Mana 2 ga mana daxl qiladimi? Oxir 0 bilan tugadi, to'g'rimi? Oxir 0 bilan tugagani uchun 2 ga daxl qilmaydi. Oxir raqamga mana bular daxl qiladi. Demak, A plyusdan S ko'paytirilgan 101 qo'shilgan 20B teng 1352. Xo'p, endi qaranglar. 1 ni nechaga ko'paytirsak oxir 2 bo'lib tugaydi. Mana 2 kerak. 2. Endi 2 ga ko'paytirsak 202 bo'ladimi? 202 ga 1 ning o'rniga nechini qo'ysak keyin to'g'ri xonali son ketadi. 202 ni ayringlar bundan. 1100. 20 ni nechaga ko'paytirsak 1100 bo'ladi. 50 kam, 55 kam shunday. Bu bir xonali son bo'lishi mumkinmi? Lekin mana 12 bo'lishi mumkinmi? 12 ga ko'paytirsak necha bo'ladi bu? 1212 bo'ladi. Keyin ayirsak, bular odam basharaga keladi. Ishlasak bo'ladi. Demak, bu nima ekan? 12. 1212 bo'ladimi? Ayiringlar-chi. Aniqmi? 1212. Sizlarga shunday bo'lmaydi. 140 ekan. 240 dan javob chiqmasdi. Xo'p. B teng 7. Bni topdik. Katta ish qilib qo'ydik lekin. Xo'p. A plyusdan S 12 ligini ham topdik. A plyusdan S teng 12. Endi mana bu ishga to'xtalamiz endi bu tomonga. Xo'p, yoyib olsak nima bo'ladi bu? 100 S qo'shilgan 70 qo'shilgan A teng 100 A qo'shilgan nima? 70 qo'shilgan S ayrilgan MN 6 deb yozib turaylik aka. Hop. Buni 70 bilan 70 sotalashib ketsin. Mana bu tomonga o'tkazamiz. MN 6 teng bu yoqqa o'tkazsak 99A ayrilgan 99 S qoladimi? Xo'p. MN 6 teng 99 chiqarib olsak A minusdan S. 9 ni nechaga ko'paytirsam 6 bilan tugaydi. Demak, A minusdan S teng 4. 99 ni 4 ga ko'paytiringlar, necha bo'ladi? 36, 360, 300. Demak, MN 6 deganimiz 396 ekan. M teng 3, N teng 9. Xo'p. A minus S teng 4. A plusdan S teng 12. A teng 8. S teng 4. Hammasi topildi. Xo'p. A bilan buning ko'paytmasi. 8 kare 7 56 qo'shilgan S bilan mana S-mida. S bilan M ning ko'paytmasi. 12 qo'shilgan 9. Nechaga teng bo'ladi bu? 77. Bo'ldi. Xo'p, 2 ning 9 ning 2025-sining 10lar xonasidagi raqamni toping. Ferma teoremasidan foydalanamiz. Demak, nima qilardik buni? Buni darajasini 9 darajasini ishlatak qiladi. 9 ga. Ikkitada. Xo'p, oxir 1 ga keltiradigan ekan mana buni. 9 ko'paytirilgan 9 ning nechisi bo'ladi? 2024-si. Xo'p.
9 ko'paytirilgan. Mana buni 81 ning ikkinchisi o'qilar. 1012-si. Xo'p. Endi oxirgi raqamni topish uchun nima qilamiz? 9 ko'paytirilgan oxirgi raqam mana 1 ning o'zi yoziladi. Keyin esa mana bu o'nlar xonasidagi raqam mana bunga ko'paytirib yoziladi. Necha bo'ladi? 6. Ko'paytirsak 9 4. Xo'p, ajob. 19-misol. Sonining ikkita tub bo'luvchisi bor, shularning yig'indisini toping debdi. 32 87. Nechaga bo'linadi bular? Ikkita tub bo'luvchisi bor ekan. Xo'p, ikkita tub bo'luvchisi bo'lsa, endi qaranglar, bunday fikrlasak. 45 ning kvadrati nechaga teng? 2025 a 45 dan kattaroq ekan. 45 dan kattaroq tutsa. 55 ning kvadrati nechaga teng? 3025 mi? Undan ham ozroq katta ekan. Ya'ni shu atrofida 55 dan katta bo'lgan tutsonlar necha bor? Ketmay kelgani mana. 57 tutson emas-ku. 59 bilan? Xo'p. 59 bilan 60. Xo'p. Necha ekan bo'lib ko'ringlarchi? 59 ga bo'lib ko'rsalang. Maydimi? Xo'p, yig'indisi demak, ikkita tub bo'luvchisi bor. 5 raqamlar yig'indisi bermayaptimi? Xo'p, ungacha bo'lgan sonlarga bo'lish kerak narsa. 13 ga bo'linadimi? Nechga bo'lsak bo'lar ekan mana. 19 ga? Necha bo'lar ekan 19 ga? Demak, 19 va 173. Yig'indisini so'ralganmi? 19 qo'shilgan 173. Necha bo'ladi? 192. Bo'ldi. Javob C varianti ekan. 20-misol. Turli raqamlardan tashkil topgan 6 xonali soni 6 ga bo'linsa, ifodaning eng katta qiymatini toping debdi. A, B, C, D, E, F. Bu 6 ga bo'linadi deyapti. 6 ga bo'linadi. Xo'p. A plus B plusdan C plusdan D plusdan E plusdan F taqsim F. Eng katta qiymat. Eng katta bo'lish uchun bo'luvchi eng kichik bo'lish kerakmi? 6 ga bo'linishi uchun avvalo u son juft son bo'lishi kerak. Juft son bo'lsa F ni necha desak bo'ladi? F da 0, 2, 4, 6, 8. 8 ga bo'lsak yig'indi maydalashib ketadi. Shuning uchun 2 ni olamiz, 0 ni olmaymiz. Chunki maxraj 0 bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Eng katta deyapti. Eng katta degani turli degani uchun 9, 8, 7 mana xo'p. 9, 8, 7, 6 oxiri 2. Bu necha yozamiz? Raqamlar yig'indisini topinglar-da. 32 nechini qo'ysak 6 ga bo'linadi? 4. Taqsim 2. 36 taqsim 2 bo'ldimi?
Qayerga? Qayerga? 20-si. Bo'ldi. Tushunarli bo'ldi? Eng katta degancha 9, 8, 7, 6 lar oldik. Keyin bu yerga o'zimiz son tanladik. Xo'p, 21-misolni ham ko'ramiz. A, B va C raqamlar bo'lib A, B, C 5 ayrilgan 5A 5 C, B, A teng 3636. B plus C teng 10. O'rinli bo'lsa 3A plyusdan 2B minusdan 4C so'rab qolyapti. Xo'p, 5 dan nechini ayirsak 6 ga teng bo'ladi? A teng 9 dan bo'ladimi? A teng 9. Xo'p, endi yozib olaylik mana buni. 9000 ayrilgan 5000 qo'shilgan BC 5 ayrilgan CB 9 teng 3636. Xo'p, bu nechaga teng? 4000 ga ayirib o'tkazinglar. BC 5 ayrilgan CB 9 teng minusdan nechaga teng? Necha? 364. Xo'p, mana buni 100B plyusdan 10C ayrilgan qo'shilgan 5 ayrilgan 100C ayrilgan 10B ayrilgan 9 teng minusdan 364 desak bo'ladimi? Xo'p. Hisoblasak 90B ayrilgan 90C ayrilgan 4 teng minusdan 364. Xo'p, 90 chiqarib olsak B minusdan C teng minusdan 360 qoladimi? B minusdan C teng minusdan 4. B plyusdan C teng 10 edi. Qo'shib olsak B teng 3, C teng 7. Nimani top degan edi? Yo'q qo'ysak A teng 9 edi. 27 qo'shilgan 6 ayrilgan 28 teng 5. Xo'p, D javob ekan. O'n beshga qolosiz bo'linsa A plus B'ning qabul qilishi mumkin bo'lgan nechta turli qiymati bor debdi. Xo'p, 22 ni ham ishlaymiz. 22 ga A1B xo'p 15 ga qoldiqsiz bo'linsa A plus B'ning qabul qilishi mumkin bo'lgan nechta turli qiymatlari bor? A plusdan B teng so'roq. Turli nechta qiymati bor degan. Xo'p, 15 ga bo'linish belgisimi? 3 va 5. 3 va 5 ga bo'linsa bu nima degan? Yo'q, o'z oxir raqami necha bo'lishi kerak? 0. Xo'p. B teng 0 yoki 5. 0 yoki 5. Endi birinchi hol bo'yicha B teng 0 da deymiz. Necha yoziladi? 70 A 10 bo'lib qoladimi? Raqamlar yig'indisi nechaga teng? 8 qo'shilgan A. A nechaga teng bo'lishi mumkin? 3 ga bo'linishi uchun. A teng 1, 4,
keyin 7 mi? Xo'p, 0 ga qo'shib chiqsak, demak buni qiymatlari a plyusdan b teng bo'lishi mumkin ekan 1 ga, 4 ga, 7 ga. Hozircha 3 ta. Xo'p, yana necha bo'lishi mumkin? B teng necha? 5 ni ko'ramizmi endi? B teng 5 ni qo'yamiz. Necha bo'ladi bu? 70 ming a yuzi 15. Xo'p, raqamlar yig'indisi 13 qo'shilgan a. Xo'p, 3 ga bo'linishi uchun a teng 2 yana 5 yana 8 bo'lmaydimi? 8 ham bo'ladi. Demak, endi hop turli raqam demaganmi? Sizga savol. A bilan B ikkalasi ham 5 bo'lishi mumkinmi? Qoldiqsiz bo'linsa, ning qabul qilishi mumkin bo'lgan nechta turli qiymati bor? Mumkin ekan, 5 bo'lishi mumkin. Bular turli raqamlar degan joy yo'qda. Xo'p, necha ular endi yig'indisi a plyusdan b teng bo'lishi mumkin 7, 10, 13. 7 navoiy tomonda bo'lgani uchun bu yerda ikkita desak bo'ladi. Jami 5 ta qiymat qabul qilishi mumkin ekan. Bo'ldi.